Assalomu alaykum aziz opa-singillarim, kuzatuvchilarim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun hammamiz bilgan qizil barxit pirojnisini eng oson usulda tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham mazali ham chiroyli chiqadi. Videoni kuzatishda davom etamiz. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqcha belgisini ham bosib qo'ysangiz, ertangi chiqayotgan yangi videolarimdan xabardor bo'lib turasiz. Birinchi qiladigan ishimiz 200 gramm qatiqni ichiga 1 choy qoshiq chayni soda soldim. 1 choy qoshiq uksusni ham solib, 70% uksusdan soldim. Aralashtirib bir chetga qo'yib turamiz 5 minutga. Bu orada 4 ta tuxumni oq sarig'i bilan qo'shib ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuxumni 2-3 minut davomida ko'pirtirdim. Ko'p ko'pirtirish shart emas. 200 gramm shakarni ham birdaniga solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Tuxumimiz oppoq bo'lib ko'pirib, shunaqa holga kelganidan keyin ichiga o'simlik yog'ini soldim, vanilin soldim. Tayyorlab olgan qatig'imizni ham solamiz. Masalliqlarni aniq miqdorini videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Men kukunli qizil rangdan foydalandim. Agar xohlasangiz, gelvi krasiteldan ham ishlatsangiz bo'ladi. Endi unimizni ham solib aralashtiramiz. Unni 2 ga bo'lib elikdan o'tkazib soldim. Ko'p miksirlamaymiz. Unimiz aralashib ketgunicha uchun mikserni eng past skorisida aralashtirib yoramiz. Qolgan unni hammasini solib, ustidan 1 choy qoshiq razrixritel qo'shdim. Yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa ko'rinishga keltirib olamiz. Bu orada gaz duxovkamizni oldindan qo'shib qo'ygan bo'lishimiz kerak, chunki qizigan gaz duxovkasida pishiramiz. Endi listga xamirimizni sovolib, hamma joyiga bir xil qilib tekislaymiz. Xamirni hammasini solamiz. Kattaroq listingiz bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Tekislab olib, qizigan gaz duxovkasida 170 gradusda yarim soat davomida pishirib olamiz. Ko'jimiz pishib chiqdi. Listga pergament qog'oz solib pishirsangiz, ajratib olish ham oson bo'ladi. Endi chetlarini kesib tekislab olamiz. Ko'jni 3 ta bo'lakga bir xil qilib kesib oldim. Chetlaridan kesib olganlarimizni blenderga solib, kukun holiga keltirib olamiz, ustiga sepish uchun.
Endi kremini tayyorlab olamiz. Krem uchun 300 gramm tvorojniy sirdan foydalanamiz. 200 gramm slivkidan qo'shdim. 33% slivki, ya'ni qaymoq. 200 gramm sgushanniy molokodan solib, vanilin qo'shdim. Hammasini yaxshilab mikserlaymiz. Yetti 8 minut davomida mikserlab shunaqa quyuq holga keltirib olamiz. Juda ham mazali, muzqaymoq ta'mini beruvchi. Hamma tort va pirojnilarga ishlatishingizga bo'ladi. Juda ham mazali chiqadi. Hammaga bir xil yoqadi. Me'daga tegmaydigan krem bo'ladi. Kremimiz tayyor. Endi ko'zlarimizni yaxshilab kremlab olamiz. Agar pishirgan ko'zlaringiz mabodo qattiqroq bo'lib pishgan bo'lsa, u holda qaynatilib sovitilgan suvning ichiga shakar solib, ko'zlarni namlantirib olishingizga bo'ladi. Ya'ni propitka qilib olsangiz bo'ladi. Men propitka qilmadim, chunki menda yumshoq chiqqan ko'zlar. Qolgan krem bilan yaxshilab atroflarini tekislab olib, ustiga maydalangan kukunimizni ham sepib chiqamiz. Pirojnimiz tayyor. Men buni kechqurun tayyorladim. Endi ertalabgacha xolodilnikka solib qo'yaman. Shunda ko'zlariga kremlari singib, yumshoq bo'lib, yana ham mazali bo'lib turadi. Video uchun oralarini kesib ko'rsatdim. Juda ham mazali, shirin chiqqan. Albatta buni tayyorlab ko'rib, o'zingiz baho berasiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqcha belgisini ham bosib qo'ysangiz, ertangi chiqayotgan videolarimdan xabardor bo'lib turasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' omon bo'ling.